Bismillahirrohmanirrohim. Jazmul fe'li va mavadi'uhu. Fe'lning jazm bo'lishligi va uning o'rinlari. Al-aslu fi jazmil fe'li an yakuna bis-sukuni. Aslida fe'lning jazm bo'lishligida sukun bilan bo'lmoqligidir. Va yanubu anhu hazfun nuni fil amsilatil khamsati va hazfu harfil illati fil fe'lil mu'tallil akhiri. Va undan noib bo'ladi 5 ta misollarda nunning hasb qilishlik, tashlab olishlik va yana oxir illatlik fe'llarda illat harfni hazf tashlab olishlik. Va huwa yujzamu idza sabaqahu ahadul adawatil jazimati va hiya qismani. Va u fe'l jazm o'qilinadi agar undan oldinga jazm qiluvchi narsalardan biri o'tsa va u o'sha narsalar ikki qismdir. Qismun يجزم فعلا واحدا وهو هذه الأحرف لام ولما ولام الأمر ولن ناحية. bir qismiki bitta fe'lni jazm o'qitadi. Bu mana bu harflar lam, lammo, amrni lomi, ahi qaytarishga buyruq qilish uchun kelgan lom. Ahu lam akhun ahdan va lam yuhli va'uda. Misol ahdga xiyonat qilmadim deganda lam mana yahunni jazm o'qityapti. Va lam yuhlif va xilof qilmadim va'daga deganda lam yuhlif mana jazm o'qityapti. Lamma yusmir bustanuna va qad asmaratil basatinu. Hargiz bizni bog'imiz meva qilmadi va holbuki boshqa mevalar bog'lar meva qildi degandagi lamma kelib yusmirni jazm o'qiyapti. Liyalzam kullu insanin haddahu. Har bir inson o'zini haddini lozim tutsin deganda amr lomi liyalzam, ya'ni bu lozim tutsin. La tay asmir rahmatillah. Allohning rahmatidan noumid bo'lma, umid uzma deganda lo qaytarishi nahi, lo tay asni jazm o'qityapti. Va Allohning so'zida valamma yadkhulul iymanu fi qulubikum. Hargiz qalblaringizga iymon kirmagan deganda lammo yadxulilni jazm o'qityapti. Birinchi izohga qaramiz. Yaktubu, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktibina. Mana shu 5 ta misol. Jazm holatida yaktub, yaktuba, taktuba, yaktubu, taktubu, taktibi ko'rinishda keladi. Nunni tashlab yuborish bilan jazm holati va oxir illatlik bo'lsa mana yas'a, yasmu, yartaqilar jazm holatda yas'a sa'y harakat qil, yartaqi ko'taril, yasmu oliy bo'l ko'rinishga keladi. Ikkinchi izohga qaraymiz. Lam o'tgan zamon fe'lini nafiyisini, inkorni hosil qilib berishligi uchun. Agar sen aytsanki lam yuhmil fulanun fi ta'addubi vajibatihi, palonchi o'ziga lozim bo'lgan ishlarni ado qilishda beparvolik qilmadi desang, ma'nosi o'sha o'tgan zamonda beparvolik qilmagan. Ammo bu ifoda qilmaydi hozirgi zamonda yoki kelasi zamonda beparvolik qilyapgan yo qilmoqligini. Lam yana kelasi zamon fe'liga kirishlik bilan xoslanadi. Demak bu o'tgan zamonga kirmaydi. Lam varada demaymiz va yana ismga kirmaydi. Lam ahadun hodara deyilmaydi. Lammo ham lamga o'xshagan o'tgan zamonni inkor qilib berishlik uchun. Lekin lammoda o'sha bo'lmayotgan ish hozirgi zamongacha surilib kirishligini ifoda qiladi. Lammo yusmir bustanana desangiz, bizni bog'imiz hargiz meva qilmadi desangiz, o'tgan zamonda ham qilmagan va gapirayotgan zamonda ham qilmayotgan bo'ladi. Ammo lekin mana lam yazrib desangiz, urmadi desangiz, o'tgan zamonda urmagan. Mumkin hozirgi zamonda urayotgan bo'lishi mumkin. Ammo lammo yazrib desangiz, o'tgan zamonda ham urmagan, hozirgi zamonda ham urmayotganligini ishora qiladi. Ammo bu lammo zarfiyatdan boshqa. Mana lamma hazara akramtuhu, har vaqtdagi hozir bo'luvdi hurmat qildim desangiz, bu yerdagi lammoni zarfiyat deyiladi. Lomil amri, amrni lomi bu muzori fe'lini buyruq gapga ifoda qiladigan qilib aylantirib beradi, go'yoki amr fe'lidek. Mana Alloh taoloning so'zida valtakum minkum ummatun yad'una ilal xayr. Bas sizdan bir toifa, bir ummat bo'lishsin yaxshilikka chaqiradigan deganga o'xshash. La innahiyatu, ya'ni qaytariq buyruqqa ishlatiladigan lo. Bu mana
la tazrib, urma degandagi. Ammo buni Mavlo subhanahu va taolo Allohga xitobda ishlatiladigan bo'lsa, bu duoiya bo'ladi. Mana misol Robbana la tuahizna, ey Parvardigoro, bizni azob bilan ushlamagin deganga o'xshash. Shu kabi Allohga ishlatilganda amrni lomi ham duoiya bo'ladi. Wa qismun yajzimu fi'layni yusamma awwaluhuma fi'l ash-shart wa as-sani jawabahu va jazaahu. Va yana bir qismi ikki fe'lni jazm o'qitadi. Ulardan avvalni fe'li shart deyiladi va ikkinchisini javobi shart deyiladi yoki jazouhu jazoi shart deyiladi. Va huwa hazani harfani in va izma. Bu o'shalar, mana bu ikki harf in va izmo. Va hazihi al-asma'u man va ma va mahma va mata ayyana ayna anna haysuma kayfuma ayyu. Va mana bu ismlar man kimiki, mo nimaki, mahmo nimaki, mato qachaniki, ayyana qachaniki, ayna qayda, anno qandoq, haysuma qaysi o'rinda, kayfamo qanday, ayyu qaysi. Nahvu va intaudu naud. Mana misol, agar siz qaytsangiz qaytamiz. In mana harf shart, taudu fe'li shart, na jazm bo'lyapti nun tushib ketib, naud javob shart, mana jazm bo'lyapti sokin bilan. Izmo tata'allam tataqaddam. Har vaqtki ta'lim olsang peshqadam bo'lasan. Izmo harf shart, tata'allam fe'l shart, tataqaddam javob shart. Va man yaf'al zalika yalqa asama. Kim mana shuni qilsa azobga yo'liqadi deganda man ismi shart, yaf'al fe'li shart, jazm o'qiyapti, yalqa javob shart bo'lyapti, harfi illat oxiri hazf bo'lishlik bilan. Va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallohi huwa khayran va a'zama ajra. Nimaki o'zingiz uchun yaxshilikdan muqaddam qilsangiz, bas uni Allohning huzurida topasiz. U yaxshiroq va ajrda ulug'loq. Mo ismi shart, tuqaddimu fe'li shart, nun hazf qilishlik bilan jazm o'qilyapti. Tajiduhu javob shart, bunda ham nunni tushirib olishlik bilan jazm o'qilyapti. Amma tubitin tuzhirhul ayyamu. Nimeniki yashirsang kunlar uni oshkor qiladi. Mahmo ismi shart, tubtin fe'l shart, mana jazm o'qilyapti. Tuzhir bu javob shart, hu maf'uli ayyamu fa'ili. Ata yasluh qalbuka tasluh javarihuka. Qachoniki seni qalbing salohiyatlik bo'lsa, a'zolaring ham salohiyatlik bo'ladi deganda mato. Mana ismi shart, yasluh fe'li shart, jazm o'qilyapti. Tasluh javob shart. Ayyana tahsun sariratuka tuhmat siratuka. Har qachonki iching chiroylik bo'lsa, sirating maqtaladi deganda ayyana ismi shart, tahsun fe'li shart, jazm o'qilyapti. Tuhmat javob shart. Ayna yazhab zu malin yalqa rafiqa. Mol egasi qayerga borsa hamroh topadi deganda ayna ismi shart, yazhab fe'li shart, zu molin yazhabni poyili. Yalqa bu oxirdagi illat harf tushib qolishlik bilan jazm o'qilyapti, javob shart, rafiqan uni maf'uli. Anna tamshi tusodif rizqaka. Qayerga borsang ham rizqingga ro'para bo'lasan deganda anno ismi shart, tamshi fe'li shart, harf illat tushib jazm o'qilyapti. Tusodif rizqiga javob shart. Aysuma tastaqim yuqaddir lakallohu najahan. Qaysi o'rinda mustahkam tursang, senga Alloh taolo zafarni taqdir qiladi deganda haysuma ismi shart, tastaqim fe'li shart, yuqaddir javob shart. Kayfama takun yakun qarinuka. Sen qanday bo'lsang, ulpating shunday bo'ladi deganda kayfama ismi shart, takun fe'li shart, yakun javob shart. Ayyu inson yaxtarimul ra'isu yaxtarimul mar'usu. Qaysi insonni boshliq uni hurmat qilsa, qo'l ostidagilar ham uni hurmat qiladi deganda ayyu insonni izofa bo'lib turib ismi shart, yaxtarimhu fe'li shart, ikkinchi yaxtarimhu javob shart. Birinchi izohga qaraymiz. Man lil aql aqlli kishilarga ishlatiladi, ya'ni inson, jin, farishtalarga. Mahmolar g'ayri aql aqlsiz narsalarga ishlatiladi. Mato ayyona zarfi zamonga ishlatiladi. Ayna anno zarfi makonga ishlatiladi. Kayfamo hol uchun ishlatiladi. Ayyu yuqoridagi hammasiga durust bo'laveradi, ya'ni aqllarga ham, g'ayri aqllarga ham, zarfi zamonga ham, zarfi makonga ham, holga ham. In bilan izmo bo'lsa faqatgina fe'li shartni javobi shart bilan bir-biriga shart bilan javobini bog'lab berish uchun keladi. Amsila misollar.
A'uz billah, bu yerda ko'pi Alloh taoloni oyatlaridan misol keltirilgan ekan. Alam nashrah laka sadrak. Sizni ko'kragingizni ochib qo'ymadikmi deganda lam kelib nashrahni jazm o'qilyapti. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum va ya'lamas sabirin. Yoki siz Alloh taolo sizlardan jihod qilganlarni bilmasdan va sizlardan sabrlilarni bilmasdan turib jannatga kiraveramiz deb o'ylaysizmi? Bunda lamma kelib ya'lamini jazm o'qiyapti. Val yu'addil tumina amanatuhu wal yattaqillaha robbah. Omonat qo'yilgan kishilar omonatini ado qilsin. Bas robbilari Allohdan qo'rqsin deganda fal yu'addida beda lom amr jazm o'qityapti va val yattaqillah ham lomi amr jazm o'qityapti. Bu yerda harfi illatlar tushib qolib. Va la taktumush shahadata va may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Guvohlikni bekitmang. Kim uni bekitsa, albatta uni qalbi gunohkordir. Va la nohi lomi taktumuni jazm o'qityapti. Nun tushib qolib, may beda ismi shart yaktumni jazm o'qityapti. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Boylik egasi o'zini boyligidan infoq qilsin deganda liyunfiq lom amr yunfiqni jazm o'qityapti. La tasq bis sadiqi qabla al qubrati va la tata'arrad lil adubi ba'da al qudrati. Do'stga sinab ko'rmasdan oldin ishonma, dushmanga qudratga ega bo'lmasdan turib ro'para bo'lma deganda la tasiq la nohiya tashiqni jazm o'qityapti. La tata'arrazda ham shunday. Inna sha'nu nazzil alayhi minas samai aya. Agar xohlasak ularni ustilariga osmondan oyat mo'jiza tushirardik. Beda in harf shart, nasha fe'li shart, nunazzil harf javob shart. Izma taqum aqum. Har vaqtda tursang turaman deganda izmo harf shart, taqum fe'li shart, aqum javob shart. Man ya'mal su'an yujza bihi. Kim yomonlik qilsa o'shani barobariga jazolanadi deganda man ismi shart, ya'mal fe'l shart jazm qilyapti. Su'an ya'malni maf'uli, yujza bu javobi shart harfi illat tushib qolishlik bilan jazm bo'lyapti. Va ma taf'alu min khayrin ya'lamhulloh. Nimaki yaxshilikdan qilsangiz uni Alloh biladi deganda mo ismi shart, taf'alu fe'li shart nun tushlik bilan jazm qilyapti. Min khayrin jor majrur, taf'aluga ya'lam javob shart. Hu maf'uli, Alloh lafzi jalola fa'ili. Mahmo ta'mur bil khayri amtasil. Nimaki yaxshilikka buyursang bo'ysinaman deganda mahmo ismi shart, ta'mur fe'li shart, bil khayri jor majrur, mutalliq ta'murga amtasil javob shart. Mato tutqinil amala tablughil amala. Qachoniki ishni puxta qilsang orzuingga yetasan deganda mato ismi shart, tutqin fe'li shart, amala uni maf'uli, tablugh bu javobi shart. Ayyana nu'amminka ta'man g'oyrana. Qachoniki biz senga omonlik bersak, bizdan boshqalardan ham omon bo'lasan. Ayyana ismi shart, nu'amminka fe'li shart, jazm qilib ta'man javob shart. Aynama takunu yudrikkumul maut. Qayerda bo'lsangiz ham o'lim sizlarga yetadi deganda aynamo ismi shart, takunu fe'li shart, nun has bo'lishi bilan jazm o'qilyapti. Yudrikkum javob shart. Anna tazhaba tuhdama. Qayerga borsangiz ham xizmat qilinasiz deganda anna ismi shart, tazhaba fe'li shart, tasniya nun tushib qolib jazm bo'lyapti. Tuxtama javob shart. Va haysuma tanzila tukramo. Qaysi o'ringa ikkovingiz tushsangiz ham hurmat qilinasiz deganda haysuma ismi shart, tanzila fe'li shart, tukramo javob shart. Kayfama takunu yakun qaranaukum. Siz qanday bo'lsangiz ulfatlaringiz shunday bo'ladi deganda kayfama ismi shart, takunu fe'li shart, nun tushlik bilan jazm bo'lyapti. Yakun javob shart. Ayyu kitabin taqra tastafid. Qaysi kitobni o'qisang ham foyda olasan deganda ayyu izofa bo'lib turib ismi shart, taqra fe'li shart, tastafid javob shart. Tamrinun mashq. أين المجزومة بالسكون والمجزومة بحذف النون والمجزومة بحذف حرف العلة من الأمثلة المتقدمة. O'tgan misollardan sokin bilan jazm o'qilganlarni va nun hasb bo'lishlik bilan jazm o'qilganlarni va harfi illat tushib qolishlik bilan hasb qilishlik bilan jazm o'qilgan fe'llarni tayin qil.